Assalomu alaykum aziz obunachilar. Men kanalimda sizga foydali qurilmalar, kerakli ko'nikmalarga ega bo'lish uchun turli xil qurilmalarni o'rnatish haqida gapirib beraman. Hayotda sizga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ko'nikmalardan biri aynan ushbu sharhda. Men avtonom tutun yong'in detektori haqida gaplashmoqchiman. Ushbu yong'in detektorlari ehtimol deyarli hamma joyda uchraydi. O'ylaymanki, siz ularni omborlarda, savdo markazlarida, ehtimol yotoqxonalarda, turar joylarda bir necha bor ko'rgansiz. Avtonom yong'in detektorlari nimadan iboratligini keling ko'rib chiqamiz. Xo'sh, u juda ixcham, ya'ni hamma narsa bitta dizaynda mavjud. Quvvat manbai, yong'inni aniqlash elementi va albatta signalni chiqarish moslamasi, ya'ni sirena. Keling, odatdagi avtonom yong'in detektorini tahlil qilaylik. U nimadan iborat? Optik kamera birinchi bo'lib atrof muhitni tutun borligini aniqlashga imkon beradi. O'lchash optik kamerasi ichida infraqizil yorug'lik diapazonida ishlaydigan emitent va qabul qilgich mavjud. Bundan tashqari, emitent va qabul qilgichning joylashishi shunday amalga oshirilganki, emitentdan keladigan yorug'lik qabul qiluvchiga faqat sensorning optik kamerasining boshqariladigan sohasidagi qattiq zarrachadan aks etishi mumkin. Qabul qilingan signalning ko'payishi o'lchangan hududda optik zichlikning oshishini ko'rsatadi va uning signalini shakllantirishga xizmat qiladi. Keyingi element bu ovozli alert yoki piezoelement. Bu kichik, ammo juda baland siren bo'lib, tutun detektori ishga tushirilganda boshqalarning e'tiborini jalb qiladigan baland ovozda chaqiradi. Keyingi element esa avtonom quvvat manbai. Ishlab chiqarilgan mahalliy avtonom yong'in detektorlarining aksariyatida bunday element bizga yaxshi ma'lum bo'lgan 9 voltli kron tipidagi batareyadir. Batareyalar o'rtacha 1 yillik ish uchun yetarli. Elektr ta'minoti ruxsat etilgan darajadan past bo'lganda yong'in detektori indikator chirog'i yonib o'chib, o'z vaqtida signal berishni boshlaydi. Avtonom tutun detektorlarining ishlash prinsipi va dizayni simli yong'in detektorlari bilan bir xil tarzda ishlab chiqilgan. Avtonom yong'in detektori bilan to'plamda o'rnatish elementi mavjud bo'lgan. Uning yordamida yong'in detektori har qanday tekis yuzaga o'rnatilishi muhim. Odatda shiftga yong'in detektorlari o'rnatiladi. Shuningdek, detektor korpusida sinov tugmasi yoki teshik mavjud bo'lib, uning yordamida detektorning ishlashini sinab ko'rishimiz mumkin. Shuni ham ta'kidlash kerakki, avtonom yong'in detektorlari tutunni hamda termal haroratni aniqlash xususiyatiga ham egadir. Ushbu videorolik orqali sizga qandaydir ma'lumot bera olgan bo'lsak, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Qadrli obunachilar, video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.